Xorazmda Telegram orqali zararli APK tarqatib, fuqarolarning pulini o'zlashtirgan shaxs ushlandi. Xorazmda Telegram orqali zararli APK fayllar tarqatib, fuqarolarning pulini o'zlashtirgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar qildi. Gurlan tumanida yashovchi fuqaro Telegram messenjerida AQSh va O'zbekiston raqamlariga ochilgan turli akkauntlardan foydalanib, Android tizimi uchun mo'ljallangan APK kengaytmalari zararli dasturlarni tarqatib kelgan. Ushbu virusli ilovalar orqali fuqarolarning mobil telefonlaridagi bank plastik kartalariga oid maxfiy ma'lumotlar, jumladan SMS kodlar masofadan turib qo'lga kiritilgan. Keyinchalik olingan ma'lumotlar bukmekerlik ilovalari orqali ishlatilib, bank kartalaridagi pul mablag'lar yechib olingan. Aniqlanishicha, jinoiy yo'l bilan olingan mablag'lar stavkalar tikish orqali yutuq puli sifatida o'zlashtirilib, kriptovalyutaga aylantirilgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu jinoiy harakatlar natijasida 157 nafar fuqaroga jami 631 million so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazilgan. Shuningdek, gumonlanuvchi o'z nomiga va foydalanib kelinayotgan mobil sim kartalarga jami 39 ta bank plastik kartasini ulab, ular orqali kriptobat va bitget ilovalari yordamida qariyb 7 milliard so'mlik kriptovalyuta savdosini amalga oshirgani ham ma'lum bo'ldi. Ayni paytda mazkur holat yuzasidan jabrlangan fuqarolar ro'yxati shakllantirish va jinoyatga aloqador boshqa shaxslarni ham topish maqsadida tezkor qidiruv hamda texnik tadbirlar davom ettirilmoqda.